Assalomu alaykum. Neftchi Andijon o'yiniga befarq bo'lmaganlar, o'yinni tahlil qilamiz. O'yinni boshidan oxirigacha ko'rgan va Instagramda detal tahlil qilgan inson sifatida aytaman. Andijon yaxshi o'ynadi. Andijonning o'yini O'zbekiston milliy terma jamoasini oldingi o'yinlariga o'xshab ketadi. Juda ham og'ir o'ynaydi, ba'zida zerikarli ko'rinadi. Gol urishi ham qiyin, gol o'tkazib yuborishi ham qiyin. Andijon xuddi shunaqa komanda. U bilan o'ynagan komandalar shunaqa qiynaladi, uni o'yinini ko'rib muxlislar ham qiynalib ketadi. U komanda o'ynayotgan o'yinlarni ko'rib. Bugun ham xuddi shunaqa o'yin bo'ldi. Neftchi Andijon birinchi taym shunaqa zerikarli, shunaqa bir nima deydi, tahlilchi sifatida ko'rib bir nimani topa olmaysan va na u komanda kira oladi, na bunisi kira oladi. Ikkalovi ham bir-biriga kirgizmaydi va kopton o'zida ushlab turishni ham bilmaydi. Hujumni ham eplab boshqara olmaydi. Kopton u yoqda, bu yoqda mana shunaqa sakrab yuradi. Birinchi taym juda rasvo, juda xunuk bolalarcha futbol bo'ldi. Andijon birinchi taymda ham, ikkinchi taymda ham o'zini o'ng qanotidan hujumlarni boshlashga urinaverdi. Bu afsuski foyda bermadi, lekin o'sha yerdan hujumlar tashkillashtira olishdi. Yana shuni aytish kerak, Andijon Dinamo Neftchi o'yinida Dinamo Neftchiga qarshi qo'llagan usulni birinchi taymda qo'llab ko'rdi. To 30-daqiqagacha bu davom etdi. Keyin hydration breakda Islom Ismoilov boshqa bu provokatsiyaga uchmalaring deb ogohlantirdi. U ham bo'lsa Dinamo Neftchiga qarshi nima qilgandi? Himoyada pas o'ynab, Neftchi o'zi yuqori pressingda o'ynaydigan komanda va Dinamodan boshlab boshqa komandalar ham buni sezib qolib faol foydalanishni boshlashdi. Chaqirishyapti o'ziga. Himoyada pas o'ynashyapti. Neftchi yuqori pressingda o'ynaydi. Iskandarov, Peritsa yugurib kelyapti va Dinamo ham bugun Andijon ham shu shyapti. Uzun pas bilan Neftchini yuqori pressingni tashkil etish uchun tepaga chiqqan futbolchilarni orqada qoldirib yuborishyapti uzun pas bilan. Keyin hydration breakda Islom Ismoilov shunaqa degan bo'lsa kerak, Neftchi ortiq yuqori pressing qilmay qo'ydi. Shunchaki kutib olishni boshladi. Birinchi taym mana shunaqa o'yin bilan o'tdi. Birinchi taymda Neftchidan Andijon yaxshiroq ko'rindi. Ikkinchi taymda qizil kartochka olindi va shundan so'ng Andijon bugun bir golli o'yinga tayyorlanib kelgani ma'lum bo'lib qoldi. Bitta golni o'tkazib yubordi va shundan keyin na hujumida, na himoyasida ma'no, mantiq, madrasa hech narsa qolmadi. Yomonlash emas, shunchaki balkim qizil kartochka ta'sir qildi. Andijon, lekin shuni aytish kerak, komanda gol o'tkazmaslikka urg'u beradigan komanda ekan. Islom Ahmedov himoyakor o'yin ko'rsatadigan komanda ekan. Mayli yutmaylik, mayli gol urmaylik, yutqazmasak bo'ldi o'ynaydigan murabbiy shekilli. Gol o'tkazib yuborganidan keyin hujumda bir nimalar o'xshamadi. O'z Neftchiga qarshi o'xshatish ham qiyin, chunki eng kam gol o'tkazgan komanda va himoyada ham birinchi taymdagi o'ynab bera olmadi. Birinchi taymdagi Andijonning himoyasi ikkinchi taymdagidan yaxshiroq edi. Komanda bitta gol o'tkazib yubordi va shundan keyin himoya ham hafsalasi pir bo'lib ketdi. O'sha hech nima qila olmay qolishdi. O'shaning uchun Andijon bir golli o'yinga tayyorlanib kelgan ekan deb aytmoqman. Neftchi bo'lsa ochilib ketdi gap yo'q, lekin birinchi taymdagi Andijon bilan Neftchini o'yiniga baho beradigan bo'lsak va oldinda xalqaro o'yinlar yaqinlashib kelayotganini aytsak, shuningdek Paxtakor ham, Neftchi ham Saudiyani 4 ta komandasi bilan o'ynaydigan bo'lib turibdi. OFK elit savatchalarga bo'lib tashadi va har bitta savatchadan sizning jamoangiz ikkitadan o'ynab chiqadi. Bu degani Neftchi ikkita Saudiya bilan o'ynaydi, Paxtakor ikkita Saudiya bilan o'ynaydi degani. Shunday ekan, oldinda kutayotgan o'yinlar va Neftchining birinchi taymdagi Andijonni yorib kira olmagani, bir nimani eplay olmaganini inobatga olib qarasak, Neftchiga Superliga darajasida tashakkur etgan holda, malades degan holda xalqaro maydonda juda qiynalishini ta'kidlash kerak. Shu xolos. Kofi Kuano yaxshi o'ynadi. Legioner illa uning transfer narxi 2,5 million yevro edi. Juda zo'r bolani olib keldi. Mana olisdan zarba beradigan bola Neftchida endi bor. Chunki xalqaro maydonda komandangiz kuchsiz bo'lsa nima bo'ladi? Olisdan zarba beradigan bola sizga kerak bo'ladi. Neftchiga qarshi ham olisdan zarbalar bo'ladi xalqaro maydonda va bunga javoban Neftchida ham mana olisdan tepadigan Kofi Kuano transfer qilinibdi. Ikkala komandani ham omadini bersin. Andijonga barakalla. Neftchi eplab yutib ketdi, gap yo'q va xalqaro maydonda omad tilaymiz.